Teytu bo'lib qolganmisan? Nima bo'ladi qizingizni ajratyapsiz? Bunday gaplar tuzib ketgan olasan. Men hammasi o'zimni bolam bo'lsa nima ajrataman? Bo'pti, dada, maktabga pul bering. Bo'ldi gap yo'q. Men senga 2 ta, men senga ham 2 ta. Zilola qizimga mayli bitta beraman. Na jonim qiz. O'ynaylik ketdik. Ularni turni bilan aldab qiziga 100 ming berdimi? Bu qizda aniq dadasi tug'an. Maqul, hoppa. Dada, no. Voy, bola, men muncha kundan jiysan, to'ymas qilmasan. Ma, qulog'ingga yarasha, qur endi akalang oldi. Dada, no. Bo'ldi qizim, liposhkami, buxonkami, bo'lishkami? Yo'q, paxta. Bo'ldi qizim, hozir magazinda zing'lab olib beraman, hamma. Cho'q. Yo, bolalarni toza sog'indiqda. 2 kunginaga uyga olib ketishga ruxsat bering. Olib turing, bir haftaga olib ketsangiz ham mayli. Zilolachi. Buni olib ketsangiz, meni ham olib ketsangizga to'g'ri keladi-da. Yo'q qizim, maymuncha bo'lib beraman. Yo, tavba. Bular ergashmaganmi? Dada, matematikadan uyga vazifa yordam qiling. Bola, men undicha mayda-chuyda ishlarga vaqtim yo'q. Bor o'zing qil. Xullas, ishda cho'chqacha bo'lgan ekan.